Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sanoatda raqamli texnologiyalar ilmiy-texnik jurnali ixlosmandlari sizga biz sanoatda raqamli texnologiyalar ilmiy-texnik jurnaliga murojaat qilish, adminlarga murojaat qilish hamda maqola yuborish uchun biz sizga virtual assistent, ya'ni keng murojaatli bot orqali murojaat qilishingizni so'raymiz. Chunki ushbu botning ko'plab imkoniyatlari mavjud. Bu bo'yicha batafsil videoda tanishtirib o'tamiz. Demak, ushbu bot sanoatda raqamli texnologiyalar ilmiy-texnik jurnaliga maqola yuborish uchun shu botdan foydalanish mumkin va bunda qo'shimcha ma'lumotlar ham bor. Misol uchun, ko'rib turganingizdek, siz dastlab agar mijoz bo'ladigan bo'lsangiz, albatta start tugmasi bosiladi. Misol uchun start tugmasi bosilganda sizda 3 ta tilda tanlash imkoniyati bo'ladi. O'zbek tilida, rus tilida hamda ingliz tilida. Siz o'zbek tilini tanlaganingizdan keyin ushbu menyular chiqadi. Agar rus tilini tanlasangiz, har bir til bo'yicha alohida menyular chiqadi. Demak, biz o'zbek tili bo'yicha tanishib chiqamiz. Bu yerda maqola yuborish mumkin. AI yordamchi yordamidan siz qulay maslahatlar, ya'ni jurnalda maqola chop etish bo'yicha tavsiyalar yoki shablonlar haqida ma'lumotlarni so'rab olishingiz mumkin bo'ladi. Bu bo'yicha batafsil quyidagicha amalga oshirishimiz mumkin. Demak, maqolada shablonni yubor desangiz, 3 ta tilda shablonni yuboradi. Demak, har bittasi Word versiyada yuboradi. Ya'ni o'zbek tilidagi shablon, rus tilidagi shablon, ingliz tiliga shablon. Talablarni so'rasangiz ham sizga talablarini ham yuboradi. Ko'rib chiqishingiz mumkin, batafsil o'qib chiqib tanishib chiqishingiz mumkin. Maqola narxi, doi va shunga o'xshash ko'plab ma'lumotlar, indeksatsiya bazalar, indekslangan bazalar misol uchun. Har bittasini havolasi orqali to'liq ma'lumot shaklida yuboradi. Demak, Queryling, Library, ResearchBeep, Index Copernicus, Crossref va qo'shimcha ma'lumot uchun ushbu saytdan foydalaning deb aytyapti. Albatta qo'shimcha bazalar ham bor. Bu yerda hozircha 6 ta bazalar keltirilgan prompt sifatida. Buni to'ldiramiz. Demak, siz ushbu chat AI yordamchi yordamida ushbu ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Asosiy menyuga qaytadigan bo'lsangiz, qolgan ma'lumotlar bo'yicha tanishishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun qoidalar bor. Maqolani jurnal yo'nalishiga mos bo'lishi kerakligi, yuborish sayt yoki bot orqali amalga oshirish kerakligi, barcha maqolalar dubl paragraf asosida ko'rib chiqilishi batafsil berilgan. Albatta, plagiatdan ham o'tkazish amalga oshiriladi. Plagiatdan o'tkazish bo'yicha bu yerda silkasini bossangiz, plagiatdan o'tkazish yo'riqnomasi bo'yicha tanishib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Agarda siz bank to'lovlari orqali amalga oshiradigan bo'lsangiz, to'lovlarni, kvitansiya namunalarini yuklab olib, bank to'lovlarini amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi va kvitansiyani, alohida to'lov kvitansiyasini yuborish orqali amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda maqola nomini so'raydi. Misol uchun maqola nomi, muallifning ism familiyasi va o'sha kvitansiya, telefon raqamini so'raydi. Demak, bog'lanish uchun albatta bu kerak bo'ladi. Kvitansiya yuborish uchun. Demak, keyingisi to'lov kvitansiya faylini yuborish so'raladi majburiy tartibda va shu orqali adminlarga ushbu xabar yetib boradi. Bizga bu kerak emas, lekin bitta narsani biz aytishimiz kerak. Siz maqola agar hozirda beradigan bo'lsangiz, alohida bank rekvizitlarini to'ldirib o'tirishingizga hojat yo'q. Bizda botimizda elektron to'lovlar tizimini ham ishga tushirganmiz. Siz maqola yuborasiz. Misol uchun boshlang'ich maqolada nimalar so'raladi? Maqola nomi, albatta buni maqola matnidan olib yuborishingiz mumkin bo'ladi. Maqola nomi, keyin mualliflar, har bittasi bo'yicha o'sha maqoladan olib yuborishingiz mumkin. Annotatsiyalarni kiritasiz. Maqola sayfasidan
olib yuklashingiz mumkin bo'ladi va maqolani faylini yuborish kerak bo'ladi. Maqola faylini misol uchun bizda asosan deylik mana shu maqola. Siz maqolani yuborganingizdan keyin bizga avtomatik tarzda boradi, yetib boradi. Maqola muvaffaqiyatli amalga oshirilgan degan mazmunda boradi. Biz va sizga asosan maqola ko'rib chiqilgandan keyin to'lov kvitansiyasini yuboramiz. To'lov kvitansiyasi yuborilganda, misol uchun hozir yuborib ko'ramiz. Quyidagicha ko'rinishda to'lov kvitansiyasi shakllanadi. Demak, admin guruh tomonidan to'lov kvitansiyasi tasdiqlanib, invoice yaratilgandan keyin quyidagi shaklda sizga to'lov havolasi yetib keladi. Ushbu maqolaga to'lov sahifasiga o'tish tugmasini bosib, to'g'ridan to'g'ri karta raqam va sanalarni kiritib, to'lovni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Klik orqali albatta. Demak, ushbu jarayonda sizda to'lovni amalga oshirganingizdan keyin ma'lum muddat davrda avtomatik tarzda sizga to'lov xabari to'landi degan xabar boradi. Undan tashqari siz agarda qanaqadir ma'lumotlar yuzasidan muammolarga duch kelayotgan bo'lsangiz, maqola yuborishda qanaqadir qo'shimcha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, aloqa qismini bosasiz. E'tibor bering, bu yerda sayt manzili keltirilgan, elektron pochta manzili keltirilgan, telefon raqam hamda Telegram kanal berilgan. Lekin bitta narsani unutmang, ushbu aloqa bo'limida to'g'ridan to'g'ri siz guruh adminlariga xabar yuborishingiz mumkin. Misol uchun, salom xabarni yuborsangiz, tugmani bosganingizdan keyin foydalanuvchiga to'g'ridan to'g'ri o'sha administratorga to'g'ridan to'g'ri ushbu xabar yetib boradi va biz ushbu xabar yuborilgandan keyin siz bilan bog'lanib, shu joyning o'zida siz bilan bog'lanishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, aloqa qismini bosib, yana davom ettirib xabarlar yuborishingiz mumkin bo'ladi. Murojaat qoldirishingiz mumkin. Har qanday murojaatlarni yuborishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bu siz uchun ancha foydali bo'ladi va bizga ham ko'plab ma'lumotlar almashishda yordamlashishingiz mumkin bo'ladi. Bilasiz, ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab profillar bor, odamlar bilan muloqot qilishimizga to'g'ri keladi. Именно ushbu jurnal masalasida ushbu bot orqali bizga aloqaga chiqsangiz, bizga yana ham foydali bo'lar edi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Salomat bo'ling.